Xitayning ig'ir kishilik huquq dafsandichiligidan biri bo'lgan majburiy emgak orqali 1,5 million Uyg'urni qul sifatida ishlatganligi oshkorlangan edi. Belgiya Uyg'urlar jamiyatining a'zosi Asmagün tashviqot faoliyatini qanot yoydirib, Uyg'ur majburiy emgakiga pisand qilmay kishilik huquqi daxl taruz qilgan markalarni boyqut qilishga chaqirdi. U dاڭلىق ماركىلارنىڭ jurnal suratini yangi o'lchamda tortgan suratlarda jazo lagerida yasalgan 100% Uyg'ur mili va qisirlashtirilgan Uyg'ur ayol tarafidan ishlangan degan so'zlar bilan vaziyatning ig'irligiga diqqat qildi. U bu tashviqot faoliyatining suratlarini 2 kun ilgari shaxsiy ijtimoiy aloqa hisobida chiqardi. Asma xonim safarbarligining maqsadi haqida men o'zim o'zgartirolmayman demang. Ming odamning odatida ozroq o'zgarish bo'lsa, bizning qanday cho'ng o'zgarishni paydo qila oladiganligimizni tasavvur qila olamsiz. Hamma ish kichik qadamlardan boshlandi. Balkim biz bu ziyonkashlikni birlikda oxirlashtirishimiz mumkin dedi. Ammaviy taratqularda tarqalgan bir videoda bir Xitoy o'qutquchining Uyg'ur balani qo'rqitgan va urg'an ko'rinushlari oshkorlandi. İlgilenishçe bu sin Qashqardagi bir maktabda tortilgan bo'lib, bir Xitoy o'qitquchi sinfdagi bolalarning oldida bir Uyg'ur balani urgan va tepgan. U Uyg'ur bola ona tilida gap qilgandan keyin u Xitoy sen nima deding, bayan nima deding deb baqirib u balani urgan. Mana bu o ko'rinishlar. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitayğa vəkillər ömüki əvətib, yangi tipliq koronavirusining hayvonlardan insonlarga qanday o'tganligini tekshirdiganligini jakarlagandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministri virusning dunyoning o'xshamagan davlatlarda birla vaqtda paydo bo'lganligini o'tirg'a qo'ydi. Rossiya taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi koronavirusi yuqumi to'g'risida to'xtalib, virusning dunyoning o'xshamagan davlatlarda birla vaqtda paydo bo'lganligini doklad qilgan tunji davlatning Xitoy ekanligini aytgan. Wang Xinhua agentligi va Xitoy markaziy televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda mundaq degan: "Biz vaqtga qarshi raqobatlashib, tunji bo'lib dunyoga delo ma'lum qilgan davlatga aylandik. Kun sari ko'payayotgan tadqiqotlar shuni isbotladiki, yuqum dunyoning nurg'un joylarida o'tirg'a chiqqan yakki yuqumli kasallik sababidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin." Oldin qatta Amerika muavin davlat bexatarlik maslahatchisi Pottinger Xitoy hukumatining Wuhandagi tajribaxonasining virusning orqada ekanligi to'g'risida paketlar ko'paymoqda. Isbotlar shuni ko'rsatdiki, yuqumning Xitoydagi hayvonotlar bazasidan paydo bo'lganligi to'g'risidagi qarashlar to'g'ri emas degan edi. Xitoy New York aksiya birjasida bozorga saylangan telegraf şirketlari bu tizimlikdan chiqarib etilsa, Amerikaga qarshi tadbir qo'llanganligini ogohlantirdi. Xitoy Savdo Ministrligi New York aksiya birjasining 7 dekabrdan 11 dekabrgacha bo'lgan oralıqda Xitoy Telegraf, Xitoy ko'chma xabarlashi va Xitoy birlashma xabarlashi shirkatining almashtirish savdosini oxirlashtirish qaroriga inkos qaytardi. Bayonotda telegraf shirkatlarining Xitoy armiyasi bilan munosabati bor deb qaralib, pay bozoridan chiqarib etilishining adolatsiz ekanligi ta'kidlanib, biz davlat bexatarligini bahona qilib, Xitoy shirkatlarini kommunist harbiy shirkatlari qatoriga kirgizishni rad qilamiz. Biz zarur tadbirlarni qo'llanib, Xitoy shirkatlarining qonunli huquqiy va manfaatini qo'g'daymiz deyilgan. 11 ayning 12 kuni e'lon qilingan prezident farmonida Trump Xitoy armiyasi ega bo'lgan yoki kontrol qilgan shirkatlarning pay chekini Amerikaning pay bozorida sotishini chekladi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining İran haqidagi qarori diqqat tortdi. İranning mumkinchiligi bo'lgan hujumning ta'siriga uchirmaslik uchun rayondan chekinganligini e'lon qilgan USS Nemis ئاۋىئاماتكىسىنىڭ ئوتتۇرا شەرقتە قىلىشى qaror qilindi. Amerika Davlat Mudofaa Ministri yozma bayonotida ئاۋىئاماتكىنى vazifa o'rnida saqlab qilishini qaror qilganligini e'lon qildi. Ilgilenishcha, Amerika İran inqilobiy qo'g'danish atirti Quddus armiyasining qo'mondoni Qosim Sulaymonning vafot bo'lgan xotir kunida bu rayonda İran kuchlarining hujum qilish ehtimoliga qarshi bir mezgil tadbir qo'llanmoqda ekan.